Inverterli generatorlarimiz bor. Tovushi past, 7 kilovat, 8 kilovat, 12 kilovat. Bular hammasi inverterlilar. Litiniy ham bor. Generatorlarimiz yuqori bosim apparat, uskunamiz ham bor. Davleniyada yuvasizlar, mana ko'rsanglar bo'ladi, har xil pochimkalarni qo'ygan. Bu bizda Senchi brend Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin haqiqatan sifatiga gap yo'q. Yaxshi qilar ekan generatori ham, yuqori bosim uskunasini ham. Like bossanglar, men xursand bo'lamiz. Rahmat. Agar qiziqtirsa, mana 1 kilovatdan 4,5, 6, 5,5 kilovatgacha inverterli generatorlarimiz ham bor. Mana bular hammasi o'zingizlarni olib yursanglar bo'ladi. 3,5 kilovat. To'qqa, taqqa ketadigan bo'lsanglar, benzin qo'ydinglar, 3 kilovatgacha bemalol generatorni raqam ishlatsanglar bo'ladi. Xabarlar. Bu уже katta ustanovishniga qo'yiladigan bo'lsa, sizda elektr tarmog'i buzilgan paytda bu avtomat tarzida svetni yoqib beradi, o'chiradi. Sizlar уже turib, sovuqda ko'chaga chiqib, yoqib o'tishinglar. Telefonni ham qoldiramiz pastda, bu savol bo'lsa, qo'ymaymiz. Deydi. Biza javob berishamiz.